Koreyada halol bo'lmagan kollagen va kosmetikalar hozirgi kunda juda ham ko'p. Keling, trendda bo'lgan eng populyarni kosmetika va kollagenlarda sizlar bilan obzor qilamiz va halol yoki mumkinligini bilib chiqamiz. Bu yerda botokollagen bor. Botokollagenning adashmasam 4 xili bor. Bu imенно shu yerdagi rasmdagisi bizga mumkin emas, sababi tarkibida krab bor. Ikkinchisi bu Hurum brendidan biotinli kollagen. Buni tarkibida biotin bor, ya'ni sochingiz to'kilayotgan bo'lsa yoki tirnoqlaringiz sinayotgan bo'lsa, вообще zo'r ta'sir qilib beradi. Juda ham barakali hisoblanadi. Sostavi полностью halol. Halol sertifikati bo'lmasa-da, buni tarkibida umuman hayvon yog'lari ishlatilmagan, faqatgina baliqdan foydalanilgan. Shu sababdan buni iste'mol qilsangiz bo'ladi. Xo'p, uchinchisi, rasmini qo'yib ketyapman. Botokollagen bu ham lekin 100% halol sertifikati bor. Agar siz yuzingizda dog' bo'ladigan bo'lsa, обязательно mana shu kollagendan foydalansangiz bo'ladi. Tarkibida glutatsion bor va kollagen bor. Undan tashqari biotin ham bor. Ya'ni soch to'kilishini ham oldini oladi. Keyingi brendimiz BB Lab brendi. Mana shu ko'rib turgan kollagenda tarkibida umuman cho'chqa yo'q, ya'ni 100% fish based halol hisoblanadi. Faqatgina baliqdan olingan kollagen ishlatilgan. Bemalol qo'rqmasdan iste'mol qilsangiz bo'ladi. Yana bir narsani sizga ta'kidlab o'tmoqchimanki, hozirgi kunda bilasizlar, jelly kollagenlar juda ham populyarni bo'lib trendga chiqqan. Shu sababdan shunaqa kollagenlar olishdan oldin обязательно sostavini tekshirib ko'ring, sababi ko'p marmeladli, jelatinli narsalarda cho'chqadan foydalanishadi. Agar bu qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohda qoldiring va biz ularni ham obzor qilib ko'ramiz siz bilan.